Ko'rib turgan qasringiz arzon narxda sotilyapti. Qaranglar, yo mashalloh. Havas qildingiz-a, like-da bosib qo'ying. Fasadlarini qarang, qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Yo mashalloh, kamida 300 million, 400 million indamasdan ketgan bo'lsa kerak. Nima deysizlar? Xullas, manzil Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Kuchlik fuqarolar yig'inida joylashgan. Kuchlik neft bozori esa ko'pchilik biladigan joyda. Haqiqatan qasr ekan, nima deysizlar? Turbalar qo'yib qo'ygani qarang. Dizaynni faqat haqiqatan kim chizgan bo'lsa ham yorib yuborgan ekan, lekin qarang, kirganingizda o'zi boshqacha. Tasavvur qiling, shuna keldingiz, mehmonlaringiz kelib, va sizga havas ko'zi bilan qarashyapti. Yo mashalloh. Mana kiraverish. Mana qarang, naveslarda. Bu yoqida basseyn ham bor ekan. Ishdan charchab kelgan payt shuna basseynga kallan otib, salqin bo'lib chiqaverasiz. Endi bu tomonlarga qarang. To'sinlarda umuman ayashmagan materialda. Mana shivillarni qo'yganini qarasangizchi. Qarang, hisoblaganingizda qanaqa pul bo'lib ketadi. Mana turbalarga necha endi? Qarang, yo mashalloh. Mana shu. Bu tomonni qarang, fasadini. Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Bu yoq tomonlar. Ha? Odam shunchaki havas keladigan joy. Qarang. Bilib turma, siz ham niyat qilib qo'ydingiz. Like-ni bosib, uyingizda o'tgan tanishingiz bor. Aniq. O'shanga tashab qo'ying. Narxini arzon qo'yishgan, ne real, ne arzon qo'yishgan. Narxini aytaymi? Bitta like deb bosib qo'ying. Narxini 80 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana o'tib beradigan joyi bor ekan. Mana, qarang. Bu yerda bitta xonasi bor mana. Pishgan g'ish, xomush aralashgan ekan. Sesnalarni qarang, qanaqa qilib qo'yishgan. To'sinlarda zich taqlalganini ko'ryapsizmi? Zo'r-zo'rlardan qilib qo'ygan mana. Haqiqatan zo'r ekan. Korobka holatida lekin mana. Lekin bidirib olsangiz, voy dod. Qanaqa joy bo'ladi. Shunchaki do'st dushmanni oldida obro'yingiz ko'tarilib ketadi, xudo xolasa. Bilaman, o'z obro'yingiz ko'tarilgan, yanada bir chiroyli xonada qilib qo'yasiz-da. Bu yoq kladovka, mana bu yoq, bu tomonni ham o'z xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki birinchi etaj bo'lib turibdi-da bu, pashti. Endi bu tomonni ko'rsating. Qarang. Bu yoqda shuna kirganingizda deylik sizda ofisingiz bor. Ha? Mashta o'tirib. Shuni orqada tomorqa ham siznikida. O devorlar o'ralgan ko'ryapsizmi? Bu tomorqa ham sizniki. Umumiy 16 sotuli joy. Tomorqaga ham nimadir qilsangiz bo'ladi-da. Mana bu yoq tomonni ham. Yana bitta xona. Qarang. Materialdan umuman ayalmagan. Haqiqatan zo'r qurilgan. Odam shunchaki havas keladigan joylar mana. Qarang, yo mashalloh. Shuna kommentariyamni o'qisam, bu ko'p mashalloh, mashalloh deyveradi debdi-da. Mashalloh degani yomon akalar. Ko'z tegmasligi uchun yaxshi gap-da bu narsa. Bilganlar biladi. Bu hech qanaqa bir sehrli gaplar emas. Allohning kalomi, Allohning gaplari. Xo'p, qarang, mana shu joyda ham ikki xonasi bor. Bu tomonni ham ko'rsataman. O'ta go'zal qilib qo'yishgan. Montaj ishlari pashti bitgan ekan bu tomonda. Mana bu yerda yana bitta xona ko'ryapsiz. Bu yoq sanuzelga tashlab ketishgan. Qarang. Qanaqa zo'r. Xullas, yaxshi joy. Betonlarni ham qarang. E'tibor bering. Betoni ham anchagina qalin quyilgan. Xudo xolasa olgan odam shunchaki duo qilib mazza qilib yashaydi. Xudo xolasa. Haqiqatan qasr ekan lekin.
sotish sabablari endi baribir odamni, insonni har xil vaziyati bor. Sog'liq bilan, boshqa narsa bilan doim bilasizlar-ku, o'shanga srochniy sotilishi kerak bo'lyapti. Mana bu yoq tomonda o'sha texnikalar olib kirsa, traktor, boshqa narsani shuni olib kiradigan joylar. Katta mashina ham kiraveradi bemalol. Bu joylarda internetlar, kommunalkalar hammasi bor. Olib kirib olish kerak bo'ldi. Muammo yo'q. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana devorlar o'ralgan. 16 sotuli joyda bor va qarang qanaqa katta. Suvlardan ham muammo yo'q. Mana yerda ariq tashab qo'yishgan, suv kirib yotaveradi. Endi odam qaramagandan keyin bilasiz qanaqa bo'lib turadi. Lekin bilaman, siz kelsangiz, inshaalloh bu yerda gullatib, yashnatib yorasiz. Manzil yana bir marta aytib o'tay, Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Kuchlik mahallasi. Kuchlik neft bazasi ko'pchilik bilishadi. Mana shu joylar. Olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topsin, mazza qilsin. Qarang, mahalla tinch. O'zi Hoji aka, Solih akalar hammasi yig'ilgan joylar. Asfaltlar qarang, chiroyli qilib qo'yishgan. Agar masjidga, ibodatga boraman desangiz ham, где-то bir 200 yoki 300 metrdan keyin masjid. Bemalol bomdodga turasiz-da, mana masjiddan chiqib, hoji akalar bilan birga bomdod namoziga shuna borib kelaverasizlar. Qarang. Uyni fasadini, yo, mashalloh. Ota-onaga shunaqa uylarni sovg'a qilishlik hamma farzandga nasib qilsin. Like'ni bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Bunaqa narxda menimcha boshqa chiqmasligi mumkin. O'shaning uchun like'ni bosib, yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Qarang, orqalari ham ko'ros pulya bo'lyapti mana. Agar chorvachilik qilaman degan okaga ham imkoniyatlar yaxshi-da, qarang. Bu tomon o'sha Angring daryosi bor bu yerda. Mana bemalol chorvachiligingizda yoki da dehqonchiligingizda yoki da bog'dorchiligingizda ham qilsangiz bo'ladi. Mana shu joylar. Narxini 80 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari bor. Pastdagi raqami savdolashinglar, baraka qilib olinglar. Xudo xolasa sizga nasib qilsin mana shu joylar.